Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega doim korzinkaga bitta narsa sotib olish uchun kiramiz, lekin chiqayotganimizda narsalar soni oshib ketgan bo'ladi. Ya'ni kirganimizdan keyin xarajatlar ko'payib ketadi. Boshqa do'konlarda bunaqa holat hech kuzatilmaydi. Buning sababi nima? O'zi umuman korzinka supermarketlar tarmog'i Toshkent shahrining eng qimmat joylarida joylashgan. Bilamizki, markazda ijara puli doimo yuqori bo'lgan. Shunday bo'lsa-da korzinka o'sib boryapti, daromad ko'ryapti. Buning sababi nima? Yoki tanish bilishmi? Korzinkaning asoschisi Zafar Hoshimov bu darajaga qanday erishdi? Korzinkaning ortida necha yillik mehnat yotadi? Bugungi kunda yillik aylanmasi $700 million bo'lgan korzinkaning g'oyasi 10 yoshli bolaning kinoteatrda bilet sotishdan boshlangan desam ishonasizmi? Shu va shu kabi savollarga javobni video davomida bilib olasiz. Siz Zafar Hoshimovni O'zbekistondagi eng yirik supermarketlar tarmog'i korzinkaning asoschisi sifatida bilasiz. Bugungi kunda bu tarmoq 270 dan ortiq do'konlarni, 15 mingdan ortiq xodimlarni boshqarmoqda. Lekin bu darajadagi boylik o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Bizga doim bu insonning korzinka bilan bog'liq tomoni ko'rsatiladi. Lekin siz tadbirkorlikdan tashqari matematiksiz, shoir, ijodkor, hit qo'shiqlarning nutqini muallifi, filantrop, prodyuser, kema kapitani, sho'ng'uvchi, g'avvos, sayohatchi, pilot, investor, hayker, ta'lim peshqadami va happiness-shunos. Keling endi bilmaganlar uchun ma'lumot o'rnida Zafar Hoshimov haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Zafar Komilovich Hoshimov 1968-yil 29-iyun kuni Toshkentda muhandislar oilasida tug'ilgan. 1992-yilda Toshkent davlat universitetida ehtimollar nazariyasi va matematik statistika bo'yicha o'qigan. 1993-yildan 1994-yilgacha Angliyada Sussex universitetida magistraturani tamomlagan. Angliyada magistrlik davrida amaliyot o'tagan kompaniya uni qolib ishlashga taklif qilgan. Lekin u O'zbekistonda muvaffaqiyat qozonishiga ishonib, taklifni rad etgan va O'zbekistonga qaytib kelishni afzal ko'rgan. Biznes qachondan boshlanadi? Oliy ma'lumot olgandami yoki otasidan katta boylik qolgandami? Zafar Hoshimovning birinchi biznes ishi juda oddiy. Hozirgi davr va o'sha davr qonunlariga ko'ra jinoyat sanalgan chayqovchilikdan boshlangan. Zafar Hoshimovning aytishi bo'yicha oilasi bilan kinoga tushish uchun 5 ta bilet olgan. Uyiga mehmon kelgani sababli uydagilari kinoteatrga bormasliklarini aytadi. Bu holatda nima qilgan bo'lardingiz? 1 so'mlik biletlarni kuyishiga qarab turishmi? Yo'q, albatta. U akasi bilan o'sha 3 tasini 3 barobar qimmatiga 5 so'mga sotib yuboradi. Keyin bu tam yoqib qolib, keyingi seansga yana 10 ta bilet olib, ularni ham foydasiga pullaydi. Lekin yosh bolaning miyasida bir umrlik savol paydo bo'lgandi. Odamlar nega 1 so'mlik biletga 3 so'm berishga rozi? Javobi oddiy edi. Bilet sotib oluvchi kino uchun emas, o'zining vaqti uchun pul to'layotgandi. 3 so'm evaziga u o'zini soatlab navbatda turishdan qutqaradi. Aynan shu sarmoya, vaqtni tejash mexanizmi oradan 30 yil o'tib korzinka tarmog'ining butun boshli falsafasiga aylandi. Hoshimov tushunib yetdiki, savdo bu shunchaki mahsulotning ustiga pul qo'yib sotish emas. Savdo bu insonlarning eng qimmatli resursi bo'lmish vaqtni tejash san'atidir. Zafar Hoshimovning biznesdagi ilk ishi 1989-yilda Moskvadan kompyuter zapchaslarini olib kelib, ularni yig'ib sotish bo'lgan. Undan keyin sekin-sekin oziq-ovqat mahsulotlarini chakana savdosiga kirisha boshlaydi. Shu yo'sinda 2 yil yog', shakar va Qozog'istondan un olib kelib, Toshkent shahri bo'ylab tarqatishgan. 1995-yildan 1997-yilgacha Balton Trading distributorlik kompaniyasida biznesni rivojlantirish bo'yicha direktor bo'lib ishlagan. Ya'ni katta brendlar Nestle, Nescafe, Colgate kabi brendlarning mahsulotini O'zbekistonda tarqatishga xizmat qilgan. Qisqacha qilib aytganda, vositachilik qilgan. 1996-yil Anglisi Food brendini tashkil etgan. Hozirgi korzinka brendining ildizi aynan Anglisi Food hisoblanadi. 1997-yilda birinchi Anglisi Food do'koni Darxonda ochiladi. Endi bizning nazarimizda Anglisi Food magazinlar bo'lib turadi-yu, onlaynda biz boshqa nomdan kiramiz deb o'yladik-da. Bundan qarasam Korzina o'zi deb yozib qo'yishgandi ular. Endi u payt masalan personalniy kompyuterda ishlayotgan odamlar Korzina deb bu haligi musorni tashiydigan narsani aytilardi. Korzina turardi, bunda Korzina deb yozib qo'yilardi. Masalan, faylni tashlamoqchi bo'lsangiz Korzina derdingiz-da. Keyin men aytdimki, Korzina desa bu bunaqa tushunib qolinadi desa, avval kakras mana bunaqa haligi unda mevalar soladigan Korzina qilib, shunaqa qilib dizaynlar qilishgan ekan.
Keyin aytdim, korзина demanglar, korzinka deymiz dedim. Korzinka desa umuman haligi o'zgaradi dedikda, shundan korzinka. Korzinka nega shaharni aholi eng gavjum yashaydigan hududlarida joylashgan deb o'ylaysiz? Zafar Hoshimovning aytishi bo'yicha bu brend mijozlaring seni emas, sen mijozlaringni qidir mafkurasi asosida ishlaydi. Shuning uchun ham bu brend hozirgi O'zbekiston chakana bozorida gegemonga aylangan. Lekin bu brend bir paytlar 2008-2016-yillar oralig'ida o'z daromadlarini sun'iy ravishda pasaytirib turgan. Bu holatni brend egasi o'sha paytda ko'zdan yiroq yurish uchun qilingan deya izohlaydi. Zafar Hoshimovning korzinkasi bugungi kunda nimalarga erishdi? Keling bularni birma-bir sanab o'tamiz. Korzinka hozirgi kunda respublika bo'ylab 271 ta supermarketga ega. Yana bir e'tibor beradigan tomoni, korzinka orqali xayriya maqsadida 17 milliard 840 million so'm mablag' yig'ilgan. Qanday qilib deysizmi? 2008-yildan buyon korzinka supermarketlarida xayriya qutilari o'rnatila boshlanadi. Ko'ngillilar istalgan, hatto unchalik katta bo'lmagan miqdordagi pullarni xayriya ishlariga yo'naltirishlari mumkin va bu hozirgacha shunday yirik mablag' bo'lib ketishiga sababchi bo'ldi. Korzinkaning yaxshi ishlaridan yana biri unda ishlovchi talabalarning yillik kontrakt to'lovlarini to'lab berishi. Korzinka 2025-yilda 3655 xodim va ularning yaqinlarini ta'lim xarajatlarini qoplab bergan. Keling endi video boshida aytganimizdek, korzinkaning mijozlarga qiladigan 5 ta hiylasiga to'xtalamiz. Do'kon tartibida labirint effekti. Non, sut, tuxum kabi zaruriy mahsulotlar doimo eng chetga, orqa tomonga joylashtiriladi. Siz ularga yetib borishdan oldin yuzlab boshqa tovarlar oldidan o'tasiz. Bu ham ataylab qilingan. Siz boshqa tovarlarni ko'rish asnosida unchalik zarur bo'lmagan narsani ham sotib olgingiz kelib qoladi. Ko'z balandligi eye level is by level. Eng qimmat va foydali tovarlar aynan ko'z balandligiga qo'yiladi. Arzon tovarlar pastga, bolalar mahsulotlari esa bolaning ko'zi balandligiga joylashtiriladi. Buni esa tovarlarni joylashtiruv san'ati desak ham bo'ladi. Hid va musiqa. Non pishirilayotgan hid, yangi meva hidi. Bularning barchasi ishtahani ochadi va ko'proq xarid qildiradi. Ritmi sekin musiqa sizni do'konda shoshiltirmaydi va ko'proq vaqt do'konda qolasiz. Kassa oldidagi zonasi. Navbatda kutayotganingizda atrofingizda kichik, arzon narsalar, saqich, shokolad va ermak uchun narsalar terilgan bo'ladi. Bu impuls xaridlar zonasi, ya'ni do'konga kirgan insonni maksimal ko'proq ushlab qolish. Katta aravachalar. Aravachalari yirik bo'lsa, u bo'sh ko'rinadi va siz uni to'ldirishga ongsiz istak his qilasiz. Nafaqat hayot, balki biznesda ham bir xil ma'romda rivojlanish bo'lmaydi. Har bir biznesmenning ortida uning xatolari yotadi. Ya'ni biznes bu tavakkalchilik. Dunyodagi eng yirik biznesmenlarning ham shu darajaga chiqqunicha o'xshamagan bizneslari talaygina. Misol uchun, Bill Gates Microsoftga qadar Paul Allen bilan birgalikda shahar tirbandligini hisoblaydigan va tahlil qiladigan Traf-O-Data nomli kompaniya ochgan. Uskunani sarmoyadorlarga taqdim etish kuni apparat umuman ishlamay qolgan va loyiha to'liq barbod bo'lgan. Biroq aynan shu muvaffaqiyatsiz apparat ustida ishlash jarayoni ularga dasturlash va mikroprotsessorlar bo'yicha ulkan tajriba berib, Microsoftning tamal toshini qo'yishga sabab bo'lgan. Shu o'rinda bizning qahramonimiz Zafar Hoshimovning ham o'xshamagan bizneslari bo'lgan. City Taxi loyihasi O'zbekistonda sifatli, ishonchli va yagona standartdagi taksi xizmatini yaratish maqsadida tashkil qilingan edi. Bozorga Yandex.Go va MyTaxi kabi IT agregatorlarning kirib kelishi natijasida bu ham yopilib ketadi. Ushbu loyihani qutqarib qolish uchun naqd 6 yil qo'shimcha mablag' sarflaydi. Zafar Hoshimov bu holatni o'z intervyularida biz taksi biznesini qurdik, ular esa IT kompaniya qurdilar deya aytib o'tgan. Yuqorida aytganimdek, Zafar Hoshimovda bu darajaga erishguncha bir qancha muvaffaqiyatsizliklar bo'lgan. Biznesda xato qilishdan emas, qilgan xatoni takrorlashdan qo'rqish kerak deya ta'kidlaydi Zafar Hoshimov. Va men o'ylaymanki, ushbu gapiga bugun u to'lig'icha amal qilyapti. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling, videoga like bosing va izohlarda keyingi tanishtiradigan odamimiz kim bo'lishini yozib qoldiring.